Siz Amerikada yashayapsiz, lekin American English o'rganyapsizmi yoki British English o'rganyapsizmi? American English, Amerikada gapiriladigan ingliz tili bilan British English, Angliyada gapiriladigan ingliz tili orasidagi farqni bilasizmi? Siz flat deysizmi yoki apartment deysizmi? Siz lorry deysizmi yoki truck deysizmi? Siz holiday deysizmi yoki vacation deysizmi? Siz garden deysizmi yoki yard deysizmi? Siz biscuit deysizmi yoki cookie deysizmi? American English bilan British English bu почти bir xilki, orasida nima farq deb o'ylashingiz mumkin. Aslida orasida anchagina farq bor. Masalan, grammatiskiy farqlar bor, spelling farqlari bor, talaffuz farqlari bor va ko'pchiligingiz O'zbekistonda maktablarda yoki kollejlarda yoki universitetlarda ingliz tili o'rgangansiz, lekin O'zbekistonda asosan British English o'rganishdan xabaringiz bormi? Va bilasizmi, O'zbekistonda o'rgatiladigan til bu British English va aksariyati sizni IELTS imtihoniga tayyorlaydi va Cambridge kitoblardan foydalanishadi. Cambridge kitobi %70 yoki 80% sizga grammatika o'rgatadi, formal yozuv o'rgatadi va imlo qoidalarini o'rgatadi. IELTS imtihoni bu Angliyaning imtihoni hisoblanadi. American English va British English, Amerika ingliz tili va Angliya ingliz tili orasidagi kitoblarning ham katta farqi bor. Aytib o'tganimdek, British English sizni asosan IELTS imtihoniga tayyorlaydi, lekin American English, Amerikan ingliz tilini o'rgatadigan kitoblar esa sizni asosan hayotda ishlatiladigan so'zlar, kundalik hayot, ish joylari, farzandlaringizning maktablari va insonlar bilan kundalik hayotdagi muloqotlarni o'rgatadi. Siz Amerikada yashayapsiz va siz uchun IELTS uchun emas, siz uchun kundalik hayotda ishlatiladigan til muhim. Agar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta o'qituvchidan so'rab ko'ring. Siz British English o'rgatasizmi yoki American English o'rgatasizmi? Siz qaysi kitoblardan foydalanasiz? British Englishmi yoki American Englishmi deb albatta so'rab ko'ring. Agar siz American Englishni tez va oson shaklda o'rganishni xohlasangiz, mening kurslarimga yoziling. Men sizga haqiqiy hayotda kerakli bo'lgan American ingliz tilini o'rgataman.